Uch xonali remontlari tayyor hamda etaji ham pastroq joydan uy izlab yurgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu domimiz mana 9 etajda joylashgan, Yangi O'zbekiston massivida. Kirganingizda mana hol qismlari, remontlarni juda ham ideal qilib qo'yishgan. Etaji ham juda ajoyib, 3-qavatda joylashgan. Kirganingizda mana sanuzel va hojatxonalar alohida joylashgan. Mana bu sanuzel qismiga kirishlaring mumkin. Qo'shimcha tepasiga bir tonnali bochkalar ham qo'yganman dedilar. Gaz va suv hammasi joyida, hech qanaqa muammo yo'q. Remontlar ideal holatda. Bu yerda esa hojatxonasi. Xo'p, to'g'rida mana bu yerda yana bitta xonamiz. Yalyuzi pardalar, gilam, xullas, televizior, sharoitlar hammasi yaxshi holatda turibdi. Ichidagi barcha jihozlarni olib ketishadi. Agar kelishib olsangiz, olib qolishingiz ham mumkin. Xo'p, mana bu ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham aytayotganingizdek remontda ideal holatda, aboyla qilingan. Shuni to'xtamonga qaragan. Xo'p, bu esa uchinchi xonamiz. Ko'rishlaring mumkin. Hamma xonalarimiz aboy holatda. Tepalarigacha, patologlargacha aboy qilishgan ekan. Va undan tashqari buni eng qiziq tomoni ikkita balkon bor ekan. Bu esa oshxona qismimiz, ko'rishlaring mumkin. Bitishga gaz plita va oshxona mebel, ariston va qo'shimcha Wi-Fi'lari, xullas uyimiz juda ham ideal holatda. Va mana bu yerda do'q kontur uchun alohida montajlardan qilib ketishgan. Do'q kontur o'rnatib olsangiz ham bo'ladi. O'zi bu общий qazondan isitish tizimi общий qazondan keladi. Bu xonamizni kvadratiga kelsak, kvadrati 72 kvadrat ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrini 8 milliondan deyishyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon raqamini qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar.